Ajax klubining yosh super iqtidori Abdelhak Nuriy fojiasi haqida bilasizmi? 1997-yil tug'ilgan bu futbolchini yangi Xavi bo'ladi deyishayotgan edi. 2017-yil Ajax Werder Bremen klubi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi. Nuriy o'sha payt Ajax tarkibida Frenkie de Jong, De Ligt, Van de Beek, Justin Kluivertlar bilan birga porlab chiqayotgan edi. O'yinning ikkinchi taymi yarmidan o'tib Nuriy kutilmaganda yerga yiqildi. Hamma shokda, uning yuragi to'xtab qolgan edi va bu 10 daqiqa davom etdi. Uning yuragi ura boshladi, ammo miyasining katta qismi kislorodsiz o'lib bo'lgandi. Ya'ni uning faqat tanasi ishlardi, miyasi esa ongsiz holatda edi. Eng dahshatlisi esa bunga sabab shifokorlarning kechikishi edi va ular bu aybini tan olgan. Nuriyning oilasi umidini yo'qotmadi. 2020-yil u harakatlarga reaksiya berishni, tabassum qilishni boshladi, ammo gapira olmasdi. Miyasining katta qismi hali hamon ishlamaydi. Videoni shu yergacha ko'rgan har bir inson uning haqqiga duo qilib qo'yishini so'rab qolamiz. Balki aynan sizning duoyingiz uni hayotga qaytarishi mumkin.